Oyatni qarang. Inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum. Ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlar ham bor. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Xotining, bola-chaqang dushmanlik qiladigan joyi bor. Ehtiyot bo'l deydi. Qanaqa dushman bo'lishi mumkin? Tafsir ulamolari aytishadiki, bu dushmanlik hayotdagi, kundalik holatdagi dushmanlik emas, balki oqibat, natijadagi dushmanlik. Nima degani? Bir o'lim soati keldi, haromni yegan, shu xotin tofga, abga, ber, qiber, etib ber, yetib ber do'rgan, shu xotinning talabini qanoatlantirish uchun halolni ham topgan, haromni ham topgan. Halolni ham yegan, haromni ham yegan. Mana endi dunyodan chiqib ketayotgan paytda mana shu xotinini qilgan talabi, mana shu xotinini qilgan fe'lini deb haromni yeb jahannamga loyiq bo'lib ketyapti. Erni xotinga dushmanligi, xotinning erga bo'lgan dushmanligi, adovati dunyodan chiqib ketayotgan paytda bilinar ekan. Shuning uchun ayollarda eng yaxshisi, eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani, erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani, kamchiqimroq bo'lgan ayol. Albatta bu darslarda muslima opalarimiz eshitishadi va xususan shularga atab taylangan darslar. Ayol kishi erda yarmi, oilani ustuni. Agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa, hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, taqvoda yurishi oson bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa-chi? Bunaqa taqvodor ayol, birodarlar, erini gunoh ma'siyatga buyurmaydi, majbur qilmaydi. Falonchilarga uyqu berasan, falonchilarga eshik berasan demaydi. Erini haromga turtib qo'ymaydi. Bir ayol eridan falon pullik qimmat narsani olib berasan deb turib oldi. Isrof endi bu narsa. Isrof. Qarab turib, "Ey xotin" dedi. Jannatda shunday hur ayinlar borki, agar u hur ayinlardan bittasi yerga tushirib qo'yilsa, bu hurning nuri, go'zalligi quyosh bilan oyning nurini so'ndirib qo'yadi dedi. Endi seni deb ulardan voz kechganimdan ko'ra, ularni deb sendan voz kechib qo'yishim osonroq dedi. Seni aytganingni qilaman, seni ko'ngling cho'kib qolmasin deb haromga qo'l urganimdan ko'ra, seni haydab olib o'shlarni olganim ma'qul menga deyapti. Musulmon erkak agar xotinni talab qilayotgan narsasi harom bo'lsa, yoki xotini qilib ber deyotgan narsa isrof bo'lsa, xotini qilib berasan deb talab qilayotgan narsa bu erni Allohning roziligidan uzoqqa ketkizib yorayotgan bo'lsa, xotinini bunaqa talabiga itoat qilmaydi. Yoki buyrug'ini bajarmaydi desak, yana zamon bobroq bo'ladi. Bizning zamonimizdagi ayollar, birodarlar, mana Oysha onamizni zuhdini, zohidligini ko'rdingiz. Qo'liga shunaqa katta miqdordagi pul kelgan paytda olib qolmasdan tarqatib yuboryapti. Hozirgi zamondagi ayollarchi uyini bezashlik bilan ovora. Bu jonivor eplab, bir narsa qilib tomni yopdi, uyning ichiga kirib oldi. Bu erkakdan baxtli odam yo'q. O'zini tomi, o'zini hovlisi xursand bo'lib yashaysa boshlanadi. Bilasizlar endi. Endi manoni qilib berasiz. Endi manoni qilib berasiz deydi. G'ing'iloradi, oxiri nima qiladi? Ammo mana shu ayollar, faqat uyini, dunyosini bezayotgan ayollar, oxiratdagi ulushini, oxiratdagi nasibasini esdan chiqarib qo'ysa, o'lim soati kelgan paytda hamma narsasi qoladi bezatilgan. Hamma narsasi qoladi. Ikki qo'li bilan quruq ketadi, birodarlar.